Assalomu alaykum hammaga. Sherxon Mutotullayev YouTube kanali kuzatuvchilari. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuimiz Cobalt avtomobillari 2026-yilda hozirgi paytda aktual pozitsiyalar. Style MCM va Midnight MCM. MCM bo'lganda nimalar o'zgargani haqida alohida video qilgandek, ko'rsatgandek, shu narsalar qo'shildi deb. Endi tajribadan kelib chiqib kimlarga tavsiya qilamiz? Misol uchun Midnight MCM kimlar olgani ma'qulroq, Style MCM kimlar olgani ma'qulroq. Shularni aytamiz. Ushbu avtomobillarga hozirgi paytda rasrochkalar mavjud emas. Faqatgina naqd yoki avtokredit evaziga xarid qilishingiz mumkin. Avtokredit grafiklari meni Telegram kanalimda bor. Ekranda chiqarib qo'ydim Telegram kanalim nomini. O'sha yerda kirib ma'lumot olishingiz mumkin. Undan tashqari pastda opisaniyada ham Telegram kanalimning silkasini qoldiraman. Narxlarni birdan aytib ketaman. 165 million 200 ming so'm Midnight MCM, Style MCM esa 156 million 100 ming so'm. Ikkalasini narxidagi farqi 9 million 100 ming so'm. 9 million 100 ming so'mga o'zi nimalar olamiz? Buni ham ushbu videoda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani bo'lsam, ketdik. Style MCM ni o'zimiz bilamiz. Klassik stildagi, oldin nikelli, diskalari salon rangli, oddiy. Midnight MCM ni oblisovkalari qora bo'lgan, faralari ichi qora bo'lgan, diskalari qora bo'lgan, bokovoy kirishkalari qora bo'lgan. Qolgan narsalari bir xil kelgan, diskalari qora bo'lgan, orqa diski ham, orqa fara ham mana yon tomonlarini ko'rishingiz mumkin. Qora bo'lgan, buni bilamiz, oddiy Midnightda ham shunday edi va orqada nomer tepasida mana bu nikel detal edi. Oddiy Midnightda, bunda Midnight MCMda o'sha detallar qora bo'lgan. Bu tashqi jihatdan farqi. To'g'risini aytaman, tashqi jihatdan meni o'zimga stil yoqadi. Klassическийroq stil menga ko'proq yoqadi. Bunaqa dizaynga nisbatan. Bunaqa dizayn qanaqa ranglarga ketadi? Siz agar kobaltni qora rangidan yoki satin rangidan, gan rang, metallika rang bo'lib-ku, metallika rangidan xarid qilsangiz 100% zo'r ketadi. Lekin to'g'risi oqqa men uchun biroz yemagandek tuyuladi. Bu tashqi jihatdan. Ichkarisiga kelgan paytda men 100% Midnight MCM tanlayman. Men o'zimning mashinam kobaltni style pozitsiyasi Midnight o'tirgan paytda to'g'risi maza qilaman. Style MCM pozitsiyani ichi o'zimizning Cobalt bilan torpedkalari, obshivkalari, o'rindiqlari bir xil, faqatgina o'rindiqlarda abagrev funksiyasi joriy qilingan, ruliga knopkalar qo'yilgan, tablo o'zgargan va MyLink monitor ham qo'shilgan. Monitor bo'yicha sizlarga bir ma'lumot, Onyx Tracker yangi Cobalt MCM minadiganlar, siz monitorida YouTube ko'rish imkoniyatiga egasiz. Android telefoningiz va kabelingiz bo'lsa bo'ldi. Sizga ilova tashlab beramiz va yo'l davomida bemalol YouTube ko'rishingiz mumkin. Qo'shiqlar, kliplar, kinolar va bolalaringiz agar bo'lsa, bolalar uchun multfilmlar ham yo'l davomida ko'rib ketishingiz mumkin. Buni xarid qilish bo'yicha meni o'zimga bog'lanasizlar. Narxi $13, 150 ming so'm atrofida bo'ladi. $100ga 1 million 200 ming, 1 million 300 mingga CarPlay olib o'tirmaysizlar. Kabelni olasizlar, tiqasizlar, ilovani telefonlaringizga tashlab beraman men o'zim. Mana shunday ishlataverasizlar. Menimcha ancha arzon, ancha qulay bo'lgan xavfsiz ilova. Ilovani xarid qilish bo'yicha ekranda ko'rsatilgan Telegram raqamiga yoki oddiy telefon raqamiga telefon qilib, men bilan bog'lanib xarid qilishlaringiz mumkin. Aytgancha opisaniyada ham raqamni va Telegramdagi akkauntni silkasini qoldiraman, murojaat qilishlaringiz mumkin. Aytib o'tdim, monitorlaringiz bo'lsa bo'ldi, telefonlaringiz Android bo'lsa bo'ldi. iPhone'larga afsuski o'rnatib bermaydi. Mana bu ham meni o'zimning ikkinchi telefonim. So'mga qilayotgan iPhone unga tushmaydi, mana bunga tushadi. Xohlagan narsamni yo'l davomida ko'rib ketaman. O'zim mashinamda monitor yo'q. Mana shunaqa salonda o'tirgan payt, yo'qroqlar mashinaga o'tirgan payt kabelchani tiqib ishlataveraman. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Aytib o'tdim, narxi 150 ming so'm. Obzorni davom etamiz. Mana endi o'zgarishlarga ham o'tdik. Midnight MCM ni ichini ko'rishingiz mumkin. To'g'risi, menga Midnight MCM ni ichi ko'proq yoqadi. Bu yerda farqlar ko'proq. Birinchi navbatda o'rindig'i zavodskiy kojali bo'ladi. Mana bunaqa oq strochkalarda. Bu o'rindiq menga ko'proq to'g'risi yoqadi. Abagrev bunda ham bor. Plus minuslari, plus tarafi koja, kir bo'lmaydi. Kir bo'lsa, undan arsiyalar ketadi. Biror nima tegsa arsiyalar ketadi, tez toza bo'ladi. Minus tomonini aytaman. Style MCM ga nisbatan Midnight MCM ni o'rindig'i biroz qattiqroq. Style MCM ga o'tirgan paytim yumshoqqina o'tirganim bittaga seziladi. Midnight'ga undan biroz qattiq, qattiq demayman, mana shu ham yumshoq, lekin biroz seziladi unga nisbatan. Koja bo'lgani uchun ham bo'lishi mumkin, balkim gubkasi kichkinaroqdir, bilmadim yana. Lekin bu fakt meni o'zimni haydab ko'rib, minib ko'rib bildim shu narsani. Orqa o'rindiqqa o'tirgan paytdan bu narsa seziladi. Ya'ni men yosh kattaroq insonlarga Style MCM ni yumshoqroq o'rindiqli versiyasini taklif qilgan bo'lardim. Midnight MCM biza tengiroqqa to'g'ri keladi. Bu haqida yana keyinroq aytamiz. Xo'p, o'rindiq koja bo'lgan,
pol qismidagi material qora bo'lgan, tarpetkalar qora bo'lgan, buqay sterlingda ham qora edi. Mana bu yerlar qora bo'lgan, bu yerlar qora bo'lgan, rulni past qismidagi detallar qora bo'lgan. Mana bu material ham qora bo'lgan. Qisqasi salonning ichi polni qoraga sepilgan. Bu ancha yoqimli, menga to'g'risi yoqadi. Agar siz kurgovoy tonirovka qo'ysangiz, juda ham chiroyli chiqadi. Bu yerda yana bir farq, oddiy eski Cobaltlar bilan, oddiy style, oddiy Midnight bilan yana bir farq. Mana bu knopkalarni, mana bu yerdagi yonadigan narsalarni eskisida rangi bilsanglar ko'kimtirroq bo'lar edi. Hozirgi yangi MCMlarda hammasini rangi oq rangga podsvetka qilingan. Ko'pchilik oldin Cobaltni olib chiqib elektrikliga etib podsvetka qildirishardi. Bunda o'zi-o'ziga oq yonadigan bo'lib chiqqan. Midnight deyish to'g'risi akalar menga yoqadi. Sizlarning fikringlar qanaqa? Kommentariyada yozib ketinglar. Motorida, yurishida qanaqa farqlari bor? Umuman farqlari yo'q. Yangi style MCM ham, yangi Midnight MCM ham bir xil yuradi, hadovoyi ham bir xil, rasxodi ham bir xil. Ko'pchilik aytadi, Midnight olsalaringiz rasxodi kam deydi. Olib sotarlarda shunaqa gaplar eshitdim. Style rasxodi ko'p, Midnight olsalaringiz rasxodi kam. Akalar, motorlari bir xil. Aytgancha motorlari eski style, eski Midnightdan farq qiladi. Biroz ekonomichroq bo'lib chiqqan va atrof muhitga ekologik sertifikatlar adashmasam bo'yicha yaxshiroq bo'lgan. Euro 5 standartlariga javob beradigan bo'lib chiqqan degan ma'lumotlar men olganman. Motor kuchiga kelsak, ot kuchi 2 dan 3 ta kamaygan eski Cobaltlarga nisbatan va spokojniroq yuradigan bo'lgan. Meni o'zimni Cobaltdan yoki boshqa style, boshqa Midnight oddiylar mingan paytim shusturroq bularga nisbatan. Bularni o'sha motori salgina slabi demayman, uni slabi deb bo'lmaydi, chunki bosgan paytlaringiz tortadi, lekin misol uchun svobodniy haydasalaringiz sekin yuradi va bu sizlarga nima beradi? Birinchi navbatda ekonom. Ya'ni sizlarni o'sha benzinda yurasizlarmi, gazda yurasizlarmi, mashina spokojniy yurdimi, iloji yo'q rasxodi kam bo'ladi. Shu jihatdan farq qiladi. Aytgancha bularga hali programmalar chiqqani yo'q. Programma urib bo'lmaydi. Agar programmalar chiqsa, hali menimcha programmistlar e'lon qilishadi. Yurishi bir xil aytib o'tdim, motorlari bir xil, funksional bir xil. Endi kimlarga tavsiya qilaman? Style MCMni meni o'zim kimlarga 30 yoshdan tepalarga odatda tavsiya qilaman. Chunki bularga unaqa qora bo'lgani, Midnight bo'lgani qiziq emas, ichkarisi koja bo'lgani u daraja qiziq emas. Shuning uchun Style MCM o'rgan ma'qul. Midnight MCM esa biza qatori, biza tengi, bizadan kichik yoshlarga. Chunki biz tuning qilamiz, bezatamiz. Midnight MCM chiroyliroq chiqadi deb o'ylayman. Yana hammani o'zini vkusi bor. Joyi kelgan 60 yoshli amaklarga ham Midnight MCM ni sotganmiz va qora diskali bo'lsin deyishadi. Naman vkusi bor-ku. Bo'larga sizga qaysidan kerak bo'lsa qilib beramiz deb chiqarib berganmiz. Aytib o'tdim boshida rasrochka bularga yo'q. Naqdga yoki kreditga olsalaringiz bo'ladi. Kredit grafiklarini Telegram kanalida tashlab qo'yganman. Mashinalarimiz nalichida bor. Bu yerni ko'rsating. Cobaltlarni Style MCM ham, Midnight MCM ham avtosalonimizda tayyor bor. Yillari 26 bo'ladi. Bularning 25 yo'q. Keyin ko'pchilik so'raydi, eski Cobaltlardan bormi? Oddiy style bormi? 148 ligi deyshadi. Akalar, u Cobaltlarni unutsanglar ham bo'ladi. U Cobaltlar endi bo'lmaydi. Ular shu paytgacha 25-yil chiqdi. Уже 26 dan buyog'iga faqatgina o'sha yangilangan MCM pozitsiyalar sotuvda bo'ladi. Yangiliklarni Telegram kanalimizda, Instagram kanallarimizda kuzatib borishlaringiz mumkin. Havolalarni ekranda chiqarib qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aytgancha, YouTube'ga podpiska xarid qilmoqchi bo'lganlar telefon qilsanglar bo'ladi.